Assalomu alaykum. Bugun mana 14-fevral sanasi Yangi Sebzor mahallasida mana Mamatdagi tepadagi o'tgan mana trubalarni yerga, ya'ni Mamatdan o'tkazishar ekan. Normalniy turgan narsani ertaga bu chiriydi. Chirigandan keyin yana tepaga ko'tar. Bu hammasi pul. Bu nimasi qilishayotgan ishi? Lichniy pul ortib qolyaptimi? Shunaqa ko'm tepaga chiqar, pastga tushir. Mana bu turgan anaqa bilan falga bilan o'ralganlarni yer tagiga ko'mishar ekan. Bu 2 oy 3 oy ishlashar ekan. Bu nimasi? Hokimiyatda lichniy pul ko'payib ketganmi faqat shunaqa narsalarga ishlatishga? Odamlar qaqshab yotibdi. Dumalangan doni yo'q. Bular tepa pastga ko'm deb ertaga bu pastda chiriydi. Chirigandan keyin yana tepaga chiqar deydi. Pulni shunaqa narsalarga ketkazishyaptimi? Kimmi bu yirig'i bu? Bu qanaqasi? Mana anaqalar kelib ishlashyapti. Bular aytyapti, bizaga baribir deyapti. Lekin hokimiyatning buyrug'i bu deyishyapti. Nimasi bu? Mana bunaqa ko'lab qo'yishgan. Mana palgaga o'ralganlarni yerga ko'mishar ekan. Bu nima? Bu nima bedodlik? Dod hokimiyatning dastidan dod. Pulni bekorchi mamlaqa sovurishga. Bu nimasi? Hozir hayron qoldim, qo'shnilar aytib qoldi. Normalniy turibdi, mana oqmaydi. Hammasi falga bilan o'ralgan, chiroyli. Mana liniyasi o'tgan, mana yo'llarda ham liniya o'tgan. Nimasi bu? Hokimiyat shunaqa narsalarga pul ketkazyaptimi? Bu nimasi? Yangi Sebzor mahallasida mana Qudratilla To'laganov degan shaxs saylandilar. Kelishi bilan mana shu ahvol. Bundan buyog'i nima bo'ladi? Bu nimasi qilishayotgan ishligi? Boshqa ishligi yo'qmi? To'xtatilsin. Prezidentga yetib borsin, to'xtatilsin bunaqa bedodlik, bekordan bekorga qurishlar. Tayyor normalniy turgan narsani yer tagiga ko'mamiz deb mana falga bilan o'ralgan, hech bir joyda oqqan yoki boshqa anaqasi yo'q. Bu nimasi? Mana turgan. Pulni shunga sovurishadimi? Nimasi bu? Prezident janoblariga yetib borsin, to'xtatsin bunaqa bedodlikni. Pulni mana shunaqa narsalarga sovurishadimi? Iltimos, ko'rganlar tarqatinglar, yetib borsin. Dod Olmazor hokimidan hali kelmasdan mamlaqa qilyapti mana. Pulni sovurish yo'li. Qachongacha bunaqa davom etishi mumkin? Vobshe jonga tegib ketdi-ku, nimasi bu? Mana kovlashyapti. 2 oy, 3 oy masjidda bo'lamiz deyapti. Mana bu normalniy turgan narsalarni anaqa qilishmoqchi. Bu nimasi? Qachongacha bunaqa davom etadi? Mana normalniy turibdi. O'ralgan falga bilan hech katta oqqan joyi boshqasi yo'q. Bu nimasi? Prezidentga yetib borsin, tarqatinglar, ko'rganlar tarqatinglar. Mamlaqa bekorchi pullarni sovurishmasin. O'zi bir oldingi anaqada to'xtatishuvdi chiqarganimdan keyin. Oldingi yil bahorda yana boshlashyapti. Bu nimasi? Pulni shunaqaga sovurishadimi? Bechara ishsiz ishchilar bechara. Bu nimasi? Mana kovlashyapti. Tayyor normalniy turgan narsani ertaga bu chiriydi, yana ochishadi, yana tepaga ko'tarishadi. Lishniy rasxod pul hamma yoqda. Dod hokimiyatning dastidan Olmazor. Prezidentga yetkazinglar, ko'rganlar tarqatinglar hamma yoqqa.